ko'p qilinadigan jarrohlik amaliyotlaridan biri o't qopini olib tashlash ekanligini bilasizmi? Qiziq shundaki, ba'zi hollarda bu bemor uchun emas, Qo'shtirnoq ichidagi shifokor va jarrohlar cho'ntagiga foydali bo'ladi. umuman olganda o't qopini olib tashlash bu jiddiy qaror. U aniq dalil va puxta tahlilga asoslanishi lozim. Eng muhimi esa bemor o'z kasalligi, davolash usullari va tashxis usullari haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Videomizda o't qopini olib tashlash shart bo'lgan va shart bo'lmagan holatlar haqida batafsil so'z boradi. Og'ir toksikoz holatlarida qusish jarayoni, ko'ngillanish jarayoni o't qopidagi tosh bilan bog'liqlik bo'lib qolsa, unda tanlash huquqi berilib qoladi. Yoki homilani tanlash kerak, yoki onani tanlash kerak. O't qopi tosh kasalliklari, o't yo'llari tosh kasalliklari va o't qopi o'smalari, o't yo'llari devoridagi xavfli o'zgarishlar bo'lganda o't qopi olib tashlanadi. O't qopini olib tashlash holatlari ikki xil holatda olinadi, ya'ni shoshilinch va rejali ravishda. Shoshilinch holatlarda o't qopidagi tosh yoki xavfli o'smalar hisobiga inson hayotiga xavf tug'dirayotgan vaqtda unda shoshilinch ravishda o't qopi olib tashlanadi. Rejalik o't qopini olish bu hayot davomida diagnostik tekshiruvlar natijasida o't qopida toshlar yoki o'smaga xos o'zgarishlar aniqlangan vaqtda unda insonni hamroh kasalliklarini inobatga olib qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazilib ko'rsatma bilan rejali ravishda o't qopini olib tashlanadi. Bu holatlar oshqozon ichak yallig'lanish kasalliklari, yara kasalliklarida ham xuddi o't qopi, o't yo'llari tosh kasalliklariga xos klinik belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababli kerakli diagnostik tekshiruvlar xulosasiga asosan hayot uchun xavfli omillar aniqlanmasa yoki o'sma, rak yoki xavfli o'zgarishlar yoki o't yo'llari va o't tufagidagi toshlar aniqlanmasa, o't tufagi gastroenterolog mutaxassisi nazorati ostida kerakli tekshiruvlarning xulosasiga asosan davo muolajalarini olsa bo'ladi. O't yo'llari, o't qopi kasalliklarida bemorning shikoyati, ko'ngil aynishi, holsizlik, qusishi, tananing va ko'zning oq sklera qavatining sarg'ayishi bu holatlar bemorning asosiy shikoyatlari hisoblanadi va qorin, o'ng qovurg'a osti sohasidagi og'riqqa, qorindagi og'riqqa shikoyat qiladi. Tekshiruv usullari obyektiv ko'ruvi, teri rangi, ko'zning sklerasi, sarg'ayishlari ko'riladi. Shundan so'ng bemorning qorni paypaslanadi, o'ng qovurg'a osti sohasi paypaslanganda og'riq bo'lishi. Shundan so'ng bemorda instrumental tekshiruvlar, qon tahlillari, peshob tahlillari va qorin bo'shlig'i a'zolarining ultratovush tekshiruvlari o'tkaziladi. Barcha tekshiruvlar, shikoyati, anamnezi, barcha xulosalar bilan bemorga birlamchi tashxis qo'yiladi. Hozirgi zamonaviy tibbiyot nuqtai nazaridan laparoskopik xolestistektomiya amaliyoti bajariladi. Har qanday holatda birinchi laparoskopik holatdan boshlanishi kerak. Hozirgi davrda 90-95% holatlarda laparoskopik xolestektomiya amaliyoti bajariladi. Ba'zi holatlar bo'ladi, unda eski traditsion metod yo'lida, ya'ni kesim orqali kirib xolestektomiya amaliyoti bajariladi.